inshaalloh mana ellik boshlarimiz, guruh rahbarlarimiz sizlar bilan to'xtamasdan suhbatlarni o'tkazib boryaptilar. Arafat va Minodagi joylarimiz tayyor. Inshaalloh o'sha Minoda bo'lsin, Arafatda bo'lsin, hammasinin joylari chiroyli. Ayniqsa Arafatda azizlar, bu yil o'sha boradigan chodirlarimiz sendvich palitdan qilingan, ichiga yaxshi konditsionerlar, juda rohatlik inshaalloh. Minoda ham hamma sharoitlarni qo'limizdan kelganicha sizlarga sharoit yaratishga harakat qildik, ovqatlarini gaplashdik, hamma narsa ibodat uchun tayyor inshaalloh. Muzdalifa, lekin siz azizlardan faqatgina o'zlaringizni ehtiyot qilib, o'sha kunga qadar zikrda, duoda turib ko'proq duo qilinglar. Ko'proq duo qilinglar. Bu yer eng duo qabul bo'ladigan joy azizlar. Mana o'sha ota-onasini olib kela olmaganlar uchun aytmoqchiman. O'zi har doim mana shu biz uchun armon o'zi azizlar. Onam bo'lsa edi, otam bo'lsa edi deyotganlar bo'lsa, bugun sizga imkoniyat bor bu yerda ularning haqqiga duo qilishlik. Sizning duoyingizni inshaalloh Alloh yetkazib, ularda maqom va darajatlarni baland qiladi. Hadis bor bunga. Alliyinda bir ruhni darajasi ko'tarilib ketadi. Ruh so'raydi ekan, "Ay Robbi, ma hada? Robbim nima bu? Nega meni darajatimni ko'tarding?" desa, Alloh aytar ekan, "U dunyodagi farzanding seni haqqingga duo qildi" deb. Nima to'xtatyapti bizni duo qilishdan azizlar? Ko'pchilik duolarni bilmayman deydi. Duolargacha yozib qo'ydik. Agar hech narsa uni imkoniyatini qilmasangiz, qalbingizda nima Allohdan so'raydigan bo'lsa, o'zingizni ona tilingizda duo qilavering. Shuni bilingki, banda so'rasa g'azablanadi. Alloh so'ramasa g'azablanadi. Allohdan so'raymiz. Hamma narsani so'raymiz. Chunki Alloh taoloni bizni so'ragan narsamizni berishlik Allohning qudratini, bitta ignani dengizga tiqqanda unga chiqadigan ho'lichalik ham Alloh taoloning qudratini kamaytirib qo'ymaydi. Allohning rahmati shunday ulug'. Shuning uchun ko'proq duo qilib, eng muhimi gunohdan o'zimizni saqlaylik. Xonadoshlaringiz bilan kelishib oling. To haj tugaguncha birortamiz so'kinmaymiz, g'iybat qilmaymiz, tuhmat qilmaymiz, ig'vo qilmaymiz, besabrlik qilmaymiz, janjal qilmaymiz deb kelishib oling. Agar bunga unamasa gaplashmang, quloqingizni berkiting. Chunki bu imkoniyat bir marta beriladi azizlar, boshqa berilmaydi bunaqa imkoniyat. Bundan foydalanib, o'sha va'da qilingan jannatga kirib olishlikni Alloh nasib qilsin.